Hop, keyingi masala 45-masala. Hop, bu DTM tomonidan chiqarilgan milliy sertifikat namunaviy savollari. Hop, mana shu 45-masala hop ko'pchilik so'ragani uchun hop yechimini qilamiz. G'alayonlangan vodorod atomining ionlanish energiyasi 3,4 elektrovoltga teng. A sidi savolda, ya'ni yozmish masalalarda A va B qism bo'ladi. Birinchi A savolda atom foton yutib, impuls momenti h ga oshirgan bo'lsa, uning yo'llanish energiyasi necha elektrovoltga teng bo'ladi deyapti. Hop, B savolda dastlabki atom foton nurlatib, ya'ni o'zidan foton chiqargan, impuls momentini h chiziqchaga kamaytirgan bo'lsa, uning yo'llanish energiyasi nechaga teng bo'lishini aniqlang deb savol beryapti. Hop, yo'llanish energiyasi demak 3,4 elektrovoltga teng deyapti. O'sha g'alayonlangan vodorod atomining yo'llanish energiyasi 3,4 elektrovoltga teng deyilyapti. Hop. Demak, yo'llanish energiyasi berildi bizga 3,4 elektrovolt deb. O'zi bu yo'llanish energiyasi qaysi statsionar orbitaga tegishliligini topib olishimiz mumkin. Hop. Va ko'pchilik adashtirib qo'yadi, to'liq energiya emas bu yo'llanish energiyasi. Hop, vodorod atomida Bohr nazariyasiga ko'ra harakat miqdori momenti sath nomer ko'paygani h chiziqcha bo'ladi. Hop. O'zi harakat miqdori momenti, ya'ni impuls momentimiz mv ko'paygani misol uchun r. Endi hop, mana bu vodorod atom bo'lgani uchun yadrosida bitta proton va elektron aylanib yuradi. Markazdan qochma kuch ta'sir qiladi. Mana bu elektron aylanma harakat qilgani uchun, demak mv kvadrat taqsim r teng bo'lishi kerak. Bu musbat zaryad, mana bu manfiy zaryad bir-biriga tortishadi, ya'ni Coulomb kuchi bilan k zaryad modullari teng bo'lgani uchun k y kvadrat taqsim r ni kvadrati. Mana bu aylanish radiusi shu. Hop, harakat miqdori momenti mana bu mvr. Mana shu demak biz n ko'paygani h chiziqchaga teng. Bu h chiziqcha h taqsim 2 pi ga tengligini bilamiz. Hop, mana buni qisqartirib, mana buni mv ko'paygani v deb o'rniga olib borib qo'yib davom ettirilsa, ixtiyoriy sathda aylanish radiusi, ixtiyoriy orbitadagi tezligi, potensial energiyasi, kinetik energiyasi, to'liq energiyasini topish mumkin. Endi bizga yo'llanish energiyasi berilyapti 3,4 elektrovolt deb. O'zi bu energiya qaysi orbitaga tegishli? Ixtiyoriy sathda yo'llanish energiyamiz birinchi uyg'onmagan sathdagi yo'llanish energiyasini, birinchi sathdagi yo'llanish energiyasini n kvadratga nisbati bilan o'lchanadi. Hop, vodorod atomida birinchi orbitada yo'llanish energiyamiz 13,6 elektrovolt. Ko'pchilik minus olib ketadi. U to'liq energiya, bu yo'llanish energiyasi. Bizga mana bu yo'llanish energiyasi berilyapti 3,4 ga teng deb. Demak, 3,4 elektrovolt teng birinchi orbitadagi yo'llanish energiyasi 13,6 elektrovolt taqsim n kvadrat. Mana shundan foydalanib mana bu energiya qaysi orbitaga tegishli? Demak, n ni topsak 13,6 ni n kvadrat topar ekanmiz. 13,6 ni 3 ga bo'lsa 4 bo'ladi. Undan n 2 ga tengligi chiqadi. Demak, bu hop, hozir 3,4 elektrovolt yo'llanish energiya ikkinchi orbitaga tegishli. Endi bizning masalamiz shartida impuls momenti h ga oshirgan bo'lsa deyapti. Hop, impuls momenti misol uchun n h chiziqcha. Endi h chiziqchaga oshirgan bo'lsa, demak qo'shamiz h chiziqchani. Demak qo'shsak, hop, mana bu 2 ga teng bo'ldi. Bizda n topib oldik. Demak 3 ta h chiziqcha. Bu qanaqadir hop, mana bu h chiziqchani oldida o'sha k h chiziqcha desak, mana bu o'sha keyingi holatda hop, statsionar orbita chiqadi. Demak, k'inchi statsionar orbitamiz 3 ga teng. Hop, endi mana shu orbitaga tegishli, ya'ni h chiziqchaga oshirgandan keyin mana shu 3-orbita bo'lsa, mana shunga tegishli yo'llanish energiyasini topsak, biz mana bu A savolda impuls momenti h ga oshirgan bo'lsa, uning yo'llanish energiyasi nechaga teng bo'ladi deyapti.
Hop, ionlanish energiyasini topsak bo'ladi. Demak, ionlanish energiyasi birinchi statsionar orbitadagi ionlanish energiyasini, uyg'onmagan ionlanish energiyasini hop n kvadrat o'sha k kvadratga bo'lamiz. Bunda 13,6 ni hop bo'lamiz 9 ga. Demak, k 3 chiqdi, uni kvadrat 9. 9 ga bo'ladigan bo'lsak 1,51 elektrovolt bo'ladi. Demak, impuls momentini h ga oshirsa, uning yo'llanish energiyasi 1,51 elektrovoltga teng bo'lar ekan. Mana chiqdi. Endi B savolda dastlabki atom foton nurlab, ya'ni o'zidan foton chiqarib, impuls momentini h ga kamaytirsa. Demak, dastlab impuls momenti n h chiziqcha edi. Endi h ga kamaytirsa ayirish kerak. Demak, ayirib qo'yamiz. Bunda qanaqadir m h chiziqcha chiqadi. Mana bu bizda 2 ga teng n. Demak, ikkita h chiziqcha minus h chiziqcha m h chiziqcha. Xo'p, ikkitadan bittani ayirsa bitta qoladi. Demak, h chiziqchamiz m h chiziqcha. Bular qisqasi, demak, m teng 1 ekan. Keyingi orbita 1 ekan. Birinchisiga to'g'ri keladigan mana o'zi turibdi. Birinchi statsionar orbitada uyg'onmagan vodorod atomining ionlanish energiyasi 13,6. Demak, impuls momentini h chiziqchaga kamaytirgan bo'lsa, uni energiyasi 13,6 elektrovolt bo'ladi. Ko'pchilik minus olib qo'yadi. Minus bo'lmaydi. Impuls momentini h ga oshirganda topdik, u 1,51 elektrovolt bo'ldi.